Assalomu alaykum. Bugun Skratga keldik. Yangicha samosval chiqdi. Ko'rib turganlar arqa to'la motorol har xillaridan bor. Bugun sizlar bilan bir tonnani obzor ko'rsatib beraman. Xudo xolasa, farallari to'rttalik bo'lgan. Komplekt telefon postavkalari bo'ladi. Samosval knopka uzoqdaydigan bo'ladi. Keyin spust rejimi bor. Tepalardan tushib turganda bosib qo'ysalaring, buni motori sekinroq tushadi. Bu yerda odatdagi tezlik ko'rsatadi, zaryadkani. Pultlari yoqib o'chirish, понижний повышенlari, polik, kaska, отражатель, zaryadnik. Samosval ko'tarilgan bachuvga nima ostida turadi. Qutushani ichida. Hamma narsalar bor. Profillari stampovniy baquvvat profilda bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Profillarini ham hozir yonboshlarini olib ko'rsataman. Balonlari 5-12 diametrda bo'ladi. Arqalari ikkiga bo'linib ochiladi. Bitta bu rejimda bo'ladi. Tiniq, xudo xolasa zo'ridan. Bitta samosval ko'tarilganda pastga qarab ochiladi. Ko'tarilyapti bu holatda. Ancha balandga ko'tariladi, ko'tarilganda ham. Ramalari ham 2 qavatli, 2 tali profil o'tib ketgan. Keyin дополнительный усиление qilingan. Samosval ko'tarilgan joy silindriga akkumulyator kelgan bo'lsa, akkumulyatorlar 65 dan ortda qo'yilgan. Motor miyasi kelgan bo'lsak, motor miya 1800 tali qo'yilgan. Resorlar 2 tali, ustiga дополнительный пружинkalar qo'yilgan. Yukka moslashgan haqiqiy 700 kilogacha yuk bemalol ag'daraverasizlar, o'zi 1 tonna ko'taradi. Bort chuqurligi ham chuqur. Baquvvat. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Qolgan ma'lumotlarni yana tushunmasalaring yozib o'tib ketaveramiz.